Shu o'zbekligimdan O'zbekistonda yashayotganimdan faxrlanib ketaman. 15 soatga mashinam ochiq qolib ketdi. Men uyga kirib ketdim, uxladim. Soat mana qarasanglar 11:30 da ham yozgan, uxlab yotgan bo'lganman. Aka, mashinangiz ochiq qolibdi deb. Eng qizig'i, deraza katta ochiqda. Ikkilada qarasam ochiq qolgan haqiqatdan. Hech kim mashinamni bir narsamni olmagan. Men bu yerda MacBook'im turgan $1,5 ming, bardachokimda pasportim, pravam, hamma narsam bo'lgan, mashinamda narsalarim bo'lgan, sumkamda pulim ham bor edi ozgina, где-то $200. Hech kim ishlamay teginmagan. Balkim ruslar ham ko'p o'tganda Toshkentdan. Даже ruslar ham mashina ochiq qolgan bo'lsa ham e'tibor bermasdan o'tib ketavergan. Balkim ko'rgan bo'lsa ham vijdoni qiynalgandir. Nima qilaman? Birovning haqqi birovga yuqmaydi-ku deb. Vashi respekt. Silishkim xursand bo'ldim. Sog' bo'linglar.